Salom o'rtoqlar, mana 10 kundan beri uyimizda issiq suv yo'q. Suv ichgandan beri gazini yuvmabdi deb o'ylashga shoshilmaylik. Lekin tan olish kerak, generalniy уборка qilish uchun issiq suv kelishini kutdim. Oxiri o'zim ham g'ashimga kelib, pershatkalarimni kiyib, suvni qaynatib, уборка qilishni boshladim. Agar siz ham domda tursangiz va hali issiq suv ila uchmagan bo'lsa, 5 kunda keladi deb o'ylab xursand bo'lmanglar. Siz hali ham kutyapmiz. Xullas mayli, chuqurlashmaymiz. Ichishligi bo'yicha qanaqadir trubalarni yengillashayotgan ekan, shunga mayli yana 1-2 kun kutib turamiz. Ko'rib turganinglardek, suv qaynatib, birinchi idishlarni yuvdim, stoleshnisalarga, gazlarga kafellar bilan yaxshilab yuvib oldim. Sizlarda shunaqa уборка necha kunga yetadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Masalan, menga 2-3 kunda yana xuddi shu ahvol bo'lib qoladi. Shkaflarimni ustilarini ham artib oldim, stoleshniца, rakvina hamma joyi yuvib, yaxshilab chayib, yana hamma narsani o'zini joyiga joylashtirib qo'ydim. Shu 1 minutlik video sizlarga birpasda уборка qilib oldim deb o'ylashinglar mumkin, lekin 4 soat vaqtim ketdi. Shoshmasdan yaxshilab tozalab qilishga harakat qilaman. Shuning uchun ham ko'p vaqtim ketib qoladi. Pilisoslarim shkaflarning teglari bilan kullerlarni surib yaxshilab qilib, sredstvalar solib qo'llarimni ham artib oldim. Aytgancha ahamiyat berdinglarmi? Endi pastda yana pershatkada ish qilaman. Birinchidan, suv juda ham muzday, pershatka kiysanglar unchalik bilinmas ekan. Ikkinchidan, har xil sredstvalar menimcha zarar deb o'ylab qoldim va shuning uchun ham endi har doim pershatka kiyishga harakat qilaman. Ko'rib turganinglardek, oshxonamni ham issiq suv kelmasa ham generalniy уборка qilib oldim.